Alo. Eshitaman Yeshim. Faqat bir narsani so'rash uchun qildim. Qadrli ma'naviy qizi haydovchi bilan qo'ltiqlashib yurganini Jalol bilib qolsa, qiziq nima qilarkin? Yeshim, nima deyapsiz? Og'zingizga qarab gapiring. Gapni olib qochma. Olib qochma. Hammasini ko'rdim. Kecha kechqurun seni Sarb bilan ko'rdim. Bir narsani so'rayman. Sen haydovchilarga qanday qiziqishing mumkin? Bu qanday did, qanday ojizlik, tushunmayapman. Oldingisi ham haydovchi edi, adashmasam. Men u voqea bilan hech qanday aloqam bo'lmaganini yaxshi bilasiz. Ha, to'g'ri. Bola o'zi bilan o'zi kelin-kuyov bo'lgansiz. Shundayam boshi baloga qolgandi. Essiz. Sarb ham boshi baloga bo'lganda. Shundayam boshi baloga qolgandi. Essiz. Sarb ham boshi baloda qoladigan bo'ldi. Ammo bunga loyiq ish qildi. U qanday manzara edi-ya? Yeshim, sizning tahdidlaringizdan qo'rqmayman. Jalol otaga borib ayting. Nima bo'lsa bo'lsin. Menga qara, agar aytmoqchi bo'lsang yaxshi xabar ayt. Kayfiyatim yo'q bugun. Josusni hal qildim. Ajoyib. Yusuf mudir ichkarida Jalolning odami bor deb o'zicha tuzoq qo'ydi. Shaqol. Ichkarida degani tuzoqqa tushadi. Men ham Arslon bilan Musoning oldiga otdim. Endi bir-birlarini yeyishsin. Yeyishsin albatta. Shu atrofda Sarb. Mana bu tomonda. Ya'ni Arslonning politsiyachiligi tamom bo'ldi. Shuni o'zimi? Keyin biror muammo chiqmaydimi? Chiqmaydi, chunki hech narsani isbotlay olmaydi. Hamma narsani unga to'nkadim. Jalol bilan ko'rishganida ikkovini qo'lga tushirsak, nima deysiz? Qurolingni tashla. Sen tashla. Arslon, tushir qurolingni. Hammasi tamom, mer, tamom. Hamma biladi seni qanaqa nomardligingni. Tinchlan. Yusuf hozir ketingga tushgan. Yo bu yerda o'lasan, yo tashqarida hibsga olinasan. Unday deb o'ylamayman. Biroz avval videoga oldim. Jalolni, seni suhbatingizni. Dalil bor qo'limda, dalil. Arslon, menga boshqa yo'l qoldirmayapsan. Ish bunaqa tugashini xohlamayapman. Qanaqa tugasa tugasin. Menga farqi yo'q.
Qani o'g'lim bo'la qol. Cho'ntaklarda nima bo'lsa yig'ishtirib ol. Bo'la qol o'g'lim, bo'l. Yaxshimisan, ha? Ha? Yaxshisan, yaxshi. Ketdik. O'libdi. Jinursan. Jalolni qutqarib qoldingiz, ofarin sizga. U ham sizga sovg'asini tashlab ketibdi. Jalolning ishlaridan to'yib ketdim. O'zingni bosib ol. Qanday tinchlanay, qanday? Sarp, o'zingga kel. Arslonning telefoni yo'q. Bering menga. Yana bir politsiyachini yakson qildi ablah. Bechora. Afsus. Iflos Jalol, ablahsan. Hammamizni birma-bir insoniylikdan chiqaryapsan. Alo, telefonini topdim. Chiqindi qutiga tashlabdi. Fleshkasini chiqarib oldim. Hammasini qo'ldan boy berdik. Mayli Sarp, endi bora qol. Guruhni jinoyat joyiga chaqiraman. Atrofda kuzatuv kameralari bormi? Qaradim, yo'q. Jalol qayerda nima qilishini yaxshi biladi. Endi bora qol. Ketaman, jinursan. Bor Jalolning orqasidan yigitlarni to'pla. O'g'lini maktabga olib borib yur. Xotinining ishlarini hal qil. Boraman albatta. La'nat bo'lsin bunaqa hayotga.
O'zingga qaramaysanmi, birodar? Nima bo'lyapti bu yerda? Senga nima? Ishingni qil. Nega bolalarni uryapsan? Nima istaysan ulardan? Kim bu bolalar? Kim bo'ladi bular senga? Amaki, u hech kimimiz emas. Bu odam bizni ko'chada ishlatadi. Shunaqami? Mana uni qaranglar. Qani kecha? Isming nima seni? Mert, Tanishganimdan xursandman o'g'lim. Men Jalolman. Qizim, kel bu yoqqa. Qo'rqma qizim, senga ozor bermayman. Sening isming nima? Malak. Juda chiroyli ism ekan. Buncha ham shirin qiz bo'lmasang, ota-onang bormi? Ularni yoniga olib boraymi? Bizning oilamiz yo'q. Yo'q, axir hammaning ota-onasi bo'ladi-ku. O'lganlar. Seni ham hech kiming yo'qmi? Men oilamni tanimayman. Menga farzand bo'lishni istaysanmi, qizim? Yoki istamaysanmi? Xohlayman, lekin Lekin nima? Gapir, uyalma. Mert bo'lmasa hech qayerga bormayman. Bir-biringizni juda yaxshi ko'rasizmi? Ha, Malak bilan aka-singildekmiz. Uni hech kimga bermayman. Xavotir olmang, bir-biringizdan ayirmayman. Bundan keyin doim yonimda bo'lasiz. Sen kabobchi Jalol degan odamni eshitganmisan? Ha, eshitmay bo'larkanmi? Endi eshit meni. Bundan buyon bu bolalar kabobchi Jalolning farzandlari bo'ladi. Ularning oldiga bir qadam ham yaqinlashmaysan. Menga qo'llaringizni bering. Amaki, bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman.
Gapir, Muso. Arslonni otishibdi. O'libdi. Nimalar deyapsan? Qanaqasiga? 2 soat avval birga edik-ku. Hammamiz hayronmiz. Undan kutmagan edim. Nimani kutmaganding, Muso? Nima bo'pti o'zi gapirsang-chi? Arslon Jalolning ichkaridagi odami ekan. Ya'ni Jalolga ishlar ekan. Endi kim otganini taxmin qilib ko'rchi. Yo Jalol yoki Jalolning odamlaridan biri. Albatta, ular xavotirga tushgan. Chunki kimligini bilib qolgandik. Sotib qo'ymaslik uchun Jalol uni o'ldirgan. Bo'pti, ketyapman. Ahmoq Mert, qayerga borishni qayoqdan bilasan? Ketyapman ham deysanmi? Alo, Muso. Ketyapman debman-u, ammo qayerga borishni so'ramabman. Shoshib qoldim. Manzilni yubora olasanmi? Hozir hammamizni xayolimiz joyida emas. Bu tabiiy. Manzilni hoziroq yuboraman. Ana keldik. Oo, ana meni podshohim, kela qol Arslon o'g'lim meni. Sen qalaysan, Sar? Yaxshiman. Doim yaxshiman deysan. Hech Allohga shukr demaysan. Xavotir olmang, Jalol ota. Og'zimdan chiqadigan eng oxirgi so'z Allohga shukr bo'ladi. Qani ketdik. Kira qol. Jalol ota uydamilar? Ichkaridalar. Ota, darhol gaplashib olishimiz kerak. Tinchlikmi qizim, nima bo'ldi? Oshxonada ovqating tayyor. Borib qo'lingni yuvganda yeb ol. Internetda anavi Jo'shqin bor-ku, o'sha bilan bog'liq xabar tarqabdi. Qaysi Jo'shqin qizim? Ota, o'zi nechta Jo'shqinni taniysiz? Meni o'sha odamlar qo'lidan qutqargandingiz. Nima deyapsan? Bolalar to'dasiga tegishli xabarlarda rasmini ko'rdim. Qizim, sen hozir tinchlanib ol. Ota, xabar tarqatganini topishimiz kerak. Hamma ma'lumotlarni yashiribdi. Qani, yur, xonamda gaplashamiz. Kompyuter ishlaringizga qaraydigan odamni chaqirish kerak. Jalol ota, men Tayfunni chaqirtiraman. Ha, mayli. Qizim, yur men bilan. Alo, Maston, Tayfunni tezda Jalol otaning uyiga yubor. Ko'sa kunda emas, kunida sinadi. Cho'ntagidan yana bitta qurol topdik. Mudir tekshiruvga yuboring dedi. Qanday qurol ekan? O'zini quroldan tashqari yana bitta quroli bor ekan. Yaxshilab qarang.
O'lim bizda kasb kasalligi. Unchalik katta masala emas. Masala yashash. Qanday yashayapsan va nima uchun yashayapsan? O'zingizdan so'rab ko'ring. Keyin shunga qarab yo'l tanlang. Olib ketinglar. Sarp Bey, Bey, yur do'stim. Ota, mana buni qarang. Ko'rishim bilan etim junjikib ketdi. Ajoyibsan, Malak. Xudo shonab qarshingda turgandek qo'rqasan. Boshimda o'tganlarni faqat o'zim bilaman yeshim. Bilganim uchun aytdim. Senga o'z qizidek qaraydigan Jalol Dumandek odamni yonidasan. Sochingni bir tolasiga ham zarar etmaydi, shuni unutib qo'yapsan. Hech narsani unutganim yo'q. Hamma gap shunda. Kela qol Tayfun. Mana unga qara, kim bu xabarni tarqatganini bizga topib ber. ko'raychi Jalol ota. Sarp, bizni xoli qoldira olasanmi? Internetdagi bir xabar Jalolni xavotirga soldi. Qanday xabar ekan, kim tayyorlagan ekan shuni bilay degandim. Qanday xabar ekan? Bolalar to'dasi bilan bog'liq. Internetdagi manzilni yuboraman sizga, balki Jalolga bog'liq emasdir. Nima bo'lganda ham bir gap bor. Biroz xavotirga tushdi. Ko'raman, biror narsa topsam xabar beraman. Bu xabarni tayyorlaganni topa olmaymiz, Jalol ota. Tayfun! Bir yo'li bordir. Bor, faqat davlat idoralaridan bilishimiz mumkin kimligini. Faqat shumi? Afsuski shunday, otam. Bor, yo'qol. Bizni yolg'iz qoldira olasanmi? Yo'q, unday qila olmayman. Seni tashvishga solgan narsa meni ham tashvishlantiradi. Ota, bu odam tirikligini nahotga bilmasak? Sen bilan rosa qidirdik. Tirik bo'lganda allaqachon topgan bo'lardik. Nega unda kelib shu odam haqida xabar qilishadi? Kim biladi, balki izini yo'q qilgandir. Balki hali ham tirikdir. Ofarin, Jo'shqun. Yaxshi ish bajarding. Hamma narsa istaganimdek bo'ldi. Bundan buyog'iga bolalar men bilan. Nima desangiz shu otam.
Doim xizmatingizdaman. Boshqa istagingiz bormi? Ajoyib bir taklifim bor. Endi o'z hayotingni yasha. Bu yerdan ket, mashina senga. Mendan sovg'a. Himmatingizni cheki yo'q ota, katta rahmat sizga. Ichida pul ham bor. Xijolat qilyapsiz otam, minnatdorman. Seni rosa charchatdik, Jo'shqin. Borib maza qilib dam ol, keyin kel, xo'pmi? Uyingami yoki janubdagi dala hovlingami? Qayerni istasang o'sha yerga bor. Ko'ngling nimani tusasa, shuni qil. Minnatdorman ota. Ketolmayapsanmi, Jo'shqin? Nima bo'ldi, ha? Haligi malakni nimaga kerakligini tushundim. Lekin ana u bolani nima qilasiz? Mertni aytyapsanmi? Ha, men bilmaydigan rejangiz bormi? Yo'q, Jo'shqin. Qizcha shunchaki xohladi, o'zing eshitding-ku. Bolaga rahming keldimi? Ota, u bolasiga momo bo'ladi. Quturgan. Boshiga urayotganimda biroz oshirib yubordim shekilli. G'alati bola, hech gapga kirmaydi. Uni menga qo'yib ber, o'zingga qara. Mayli. Men bo'lmasam bora qolay. Oq yo'l senga, Jo'shqin. Agar bu nusxa tirik bo'lsa, senga qilgan yomonliklarni hisobini olaman. Bu odamni qilgan yomonliklarini menga hech kim qilmagan. Qizim, bularni o'ylama. Qo'limdan kelganini qilaman. Lekin avval bu xabarni tayyorlaganni topamiz. Jo'shqin degan odamni olgansiz malakni. Ha. Oddiy bir ko'cha qizi edimi? Yana boshlama. Mavridi emas. Jalol, bu voqea sizga muammo tug'dirmaydi. Yasham! Malaka ortiqcha e'tibor qilyapsiz. Nima desa shuni qilasiz. Hatto o'z farzandingizga bunchalik qilmaysiz. O'zi jahlim chiqib turibdi. Endi sen boshimga chiqma. Qachon ko'rding farzandlarimni bir-biridan ajratganimni? Gap aynan shunda.
Sizning yagona haqiqiy farzandingiz bor. Qolganlari bari sizga xizmat qiladigan odamlar. Marhamat. Eshitaman aka. Yo'q aka, muammo yo'q, xavotir olmang. Xo'p bo'ladi, ko'rishamiz. Unaqada men xolamdan ruxsat so'ray, maylimi? Xo'p. Xola, men bo'sh idishlarni yig'ib kelay, maylimi? Mayli o'g'lim. Aka. Barish. Endi menga aytchi. Ichkaridamisan? Bu nima deganingiz? Yo'q, shunchaki. Oyim qalay? Juda yaxshilar aka. Yaxshi. Meni eshit. Ularni xafa qilmaysan, yaxshi qaraysan. Charchatmaysan. Ichkaridagi qo'l oyog'im bo'lasan. Nima bo'lsa menga aytasan, bo'ptimi? Aka, yaxshi-ku-ya, lekin siz menga onamni xafa qilma deb aytyapsiz, xo'p. Xafa qilmayapman, xafa qilmayman ham. Ammo oyingizni o'zingiz xafa qilyapsiz-ku. Nega, nima bo'ldi? Tushunmayapsizmi? O'tgan kuni oshxonaning oldidan mashinada o'tdingiz-ku. O'shanda Fusun xola sizni ko'rdi. Rosa xafa bo'lib devordagi suratingizni olib tashladi. Aka, farishtaday onangiz bor. Nega u kishini xafa qilasiz? Qasam ichib aytamanki, bunday ona hech qayerda yo'q. Ofarin, barakalla. Mana shunday bo'lsin. Barish, shundaymi? Qoyil ukam. Lekin siz ham boshqa xafa qilmaysiz, bo'ptimi? Bo'pti, men ham xafa qilmayman. Aka, qo'yib yuborsangizchi. Xo'sh, endi bir ish qilishingni istayman. Tayyormisan? Tayyorman. Nima desangiz shuni qilaman. Bunday ishni undan kutmagandim. Aqlimga sig'dira olmayapman. Shuncha yillik do'st edik, hech shubhalanmagan edim. Kim ham o'ylabdi deysan? Tavba. Mert, aybga buyurmaysan do'stim. Arslon tufayli senga yomon muomala qildim. Hech qisi yo'q, Musa. Xalq. Bir do'stingizni yo'qotdik. Politsiyachilikka yarashmaydigan ish qildi. Bu hammangizning boshingizga tushishi mumkin. Do'stingizning pinjiga kirgan, ertaga sizning ham pinjingizga kirishi mumkin. Shuning uchun hamma narsani unuting, lekin politsiyachi ekaningizni aslo unutmang. Tushunarlimi? Tushundik, mudir. Tushunarli. Bu do'stingizning ismi Selim. Mert, bundan buyon jamoaning sardorisan. Muso jamoadasan, Selim jamoadasan. Xo'p bo'ladi. Bu yangi jamoa. Yangi qiladigan ishingiz Jalol Duman.
Jamoa bundan boshqa ishni qilmaydi. Fikru xayolingiz faqat Jalol bilan band bo'lsin. Tushundingizmi? Tushundik, mudirim. Tushundik. Ishga kirishing. Jamoaga xush kelibsan. Rahmat. Xush kelibsan. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklayman. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Yigitlar, mana uni ko'rdingizmi? Menman. Xabarni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Uni kimligini topasan, Mert. Yoki o'zingga qiyin o'g'lim. Ishni boshi sen bilan menga taqalishi mumkin. Xo'p, ota, lekin qanday topaman? Bunisi seni ishing. Politsiyachisan, qidir, top, ma'lumot to'pla, hal qil. Sizningcha Jo'shqun tirikmi? Menimcha yo'q. Men boshqa narsadan qo'rqyapman, o'g'lim. Kimnidir bundan xabari bo'lmasin. Masalan, Seni Jo'shqundan olganimni kimdir bilsa, tamommiz. kim bilishi mumkin? Taxminingiz bormi? Uning kimligini bilishimiz uchun xabarni tayyorlaganini topishimiz kerak. Uning ko'ziga dunyoni tor qilaman. Nimalar qilib qo'yding, aylam, aylam. Qani birodarlar, bizni biroz yolg'iz qoldiring. Bo'la qolinglar, tezroq. Tezroq, tezroq. Nimalar qilyapsan? Yana nimani boshlayapsan? Aylam. Ko'cha bolalari to'dasiga tegishli xabarni kimdan olyapsan? Kim so'rayapti buni? Politsiyachi Mertmi yoki daydi bola bo'lgan Martmi? Ikkisi ham. Bilmayman. Aylam. Menga qara. Kimligi noma'lum odamdan xabar olib tarqatyapsan. Sendan foydalanishayotgani aniq. Agar ish biz o'ylamagandek davom etsa, Nima ham bo'lardi? Ismimni yashirdim. Hech kim meni topa olmaydi. balki topishar, aylam. Ismingni topishar. Kim ham meni qidirardi? Kimni bu xabardan jahli chiqardi? Agar shunday bo'lsa, demak, to'g'ri yo'ldaman. Bilmagan holda birovlarning o'ljasiga aylanayotgandirsan. Hm? Tushunmagan ishingga aralashma. Nima bo'ladi? Boshim baloga qoladimi? Shunday demoqchimisan? Bo'lishi mumkin. Boshim baloga qolsa, sen borsan-ku? Politsiyachisan. Birgina jurnalist qizni himoya qila olmaysanmi? Shuning uchun ham bu yerdaman. Tushuntirsam, anglamayapsan. Yomon bo'ladi deyapman. Bu odam sen uchun muhim emasmidi?